terma jamoasi ishtirokidagi uchrashuvni jonli vaziyatni yaxshi tushunasiz. Himoyachi Nasrullayevning ichkariga uzatmasi, birinchi zarbamiz, birinchi zarbaning o'zida, birinchi hujumning o'zida Abbos 1-0. Xotirjamlik, ishonch. Otabek Shukurov to'g'ridan-to'g'ri zarba hal qildi va Igorning zarbasi mana uzatmamiz zarbaga aylanib ketdi. Sherigini qidiryapti Fayzullayev. Pas, avtogolmi? Yo'q, yana bitta zarba. Igor gol urmaganiga nima bo'lish kerak aslida? Abbos ochilyapti. Abbos qabul qildi. Abbos zarba berdi. Uzatdi. Yaxshi gol. Igor o'tib ketyapti. To'p zarba, yana zarba. Sayfiyev ichkariga pas. Abli zarba.